Do'stlar, tanishinglar, Dubayda dunyoda eng qimmat mashinalardan biri sotilib bo'lgan shu avtosalonda narxi 12,5 million dollar Lamborghini Veno. Bitta bunaqa dunyoda karbonda 9 ta shunaqa mashina chiqqan, karbonda lekin bittasi va shu mashina bo'ladi. Videoga baho beringlar. Ko'rinishiga va bu eng qizig'i sotilib bo'ldi. Kim xarid qilgan deb o'ylaysizlar? Izohda fikringizni qoldiringlar. Va nima qilish kerak bunaqa mashinalarni ishlash uchun? Polni karbon ko'rayotganinglardek Roadster tomi ochilgan. Bizga ham nasib qilsin, sizlarga ham nasib qilsin. Oldidagi sotilgan Lamborghini Siena 2,5 million dollar turadi. U ham sotilib bo'lgan. Tomi yopiq ko'ryapsizlar, Roadster emas. Endi yana bitta Lamborghini Siena, endi mana buni Roadsteri bor, ya'ni tomi ochilgani. Bitta baho beringlar videoga. Rangiga, diskalarga ahamiyat beringlar. Saloniga bitta baho beraveringlar. Buni narxi 1, 2, 3 million dollar emas, 4,7 million dollar. Tomosha qilinglar.